To'xtaboyev darvozasi oldida vaziyat yuzaga kelyapti. Darvozasi oldida vaziyat yuzaga kelyapti. Muxlislar esa gol so'rashyapti. Bo'ydor himoyachilar yetib kelgan, lekin hozir bo'ydorlik muhim ahamiyat kasb etmadi, chunki yerlatib to'p yetkazib berildi. Bu rejamidi yoki uzatma shunchaki o'xshamadimi? Bilib olish qiyin. To'p esa qolyapti Qizilqum vakillarida. Ajoyib harakatlar, fintlar, jarima maydoniga yana to'p zarbaga aylanib ketgan pas, to'p maydon tashqarisida. Jamboli Jigauri faollik ko'rsatdi. Jamoalarning o'zaro so'nggi 4 ta to'qnashuvida Mashal g'alaba qozona olmayapti, 3 ta g'alaba. Demak, Qizilqumda yana bir o'yin durang bilan yakunlangan. Oxirgi bahs esa birinchi davrada bo'lib o'tganda, o'shanda Shohruz Norxonov hamda Jamboli Jigauri gollari evaziga Qizilqum mehmonda g'alabani qo'lga kiritgandi. Hozir qoida buzildi, hujumda foul deya qayd etilmoqda vaziyat. Birinchi o'yin o'zaro bahs. Demak, mart oyida 10-martda bo'lib o'tganda 3-tur doirasida Jambaro kelishgan. Bu epizodni esa takroran ko'rishimiz mumkin. Ruslan Roziyev raqibining oyog'iga og'riqli zarba bergandi. Har ikki jamoa gol urishda oqsayapti. Misol uchun maydonda eng ko'p gol urgan futbolchi bu Jigauri hisoblanadi. 2 ta gol bor unda. Butun boshli ikki jamoa Superliga to'purarlar poygasida hech kim yo'qligi-ku, mayli 2 dan ortiq gol ura olmagan 17-turga kelib. Bu esa hujum muammolik beradi. Hozir olisdan zarba kuchsiz, juda ham kuchsiz va noaniq. Otabek Jo'raqo'ziyev bejizga taklif etilmadi Qizilqum jamoasiga. Hujumdagi muammolarni yopish uchun variant deya baholandi u. Yosh referi Umidjon Rahimjonov bugungi uchrashuvni boshqarib boryapti. To'pni esa To'xtaboyev o'yinga kiritib berdi. Ko'ngildagidek bo'lmadi. Sirpanib ketdi biroz. Muvozanatni yo'qotdi Fayzullobek Jumanqo'ziyevmi? Yo'q, boshqa bir futbolchi. Rahmatullayev oldinga to'pni uzatib berganda, mana endi Fayzullobek jarima maydoniga uzatdi. Bu yerda darvozabon Dostonbek To'xtaboyev egallab, darhol hujum boshlayapti. O'ng qanotda To'xtasinov. Mashal uchun durang ham juda yaxshi natija bo'ladi deb ayta olmayman. Har holda turnir jadvaldan kelib chiqarsak. Xavfli hududdan chiqish uchun muborakliklarga juda ko'p g'alabalar kerak. Hozir chap qanot tomonga olib kelingan. Ajoyib gol urish orqali uchrashuvda yo'q joydan golni yuzaga keltirmadi. Olis masofadan zarba yo'llagan yo'q, lekin vaziyatni his va yakuniy zarbani aniq tarzda yo'lladi. 1-0 oldinda Qizilqum jamoasi. Takroran ko'rishimiz mumkin vaziyatni. Chap qanotda Ruslan Roziyev sal avval zarba berganda o'xshamadi, lekin uzatmasi ideal bo'ldi. Bu uzatmadan so'ng Jo'raqo'ziyevni qo'riqlaydigan himoyachi ham topilmadi, to'pni qaytaradigan darvozabon ham. Endi darvozabonni umuman ablab bo'lmaydi. Bu nuqtada yaqin masofadan bosh bilan zarba yo'llanyapti. Qanday uchrashuvda mezbonlar Qizilqum jamoasi vakillari hisobni ochishmoqda. Bu muallifi esa jamoaning 88-raqamdagi futbolchisi Otabek Jo'raqo'ziyev.
Jo'rako'ziyev olqishlarni qabul qilib olyapti. 24 yoshli hujumchi. So'nggi bor Superligada aprel oyida gol urganda Qizilqum safida urgan o'sha golni qarang. Oxirgi golini urgan jamoa safida bugun navbatdagi golini uryapti. Oradan juda uzoq vaqt o'tib, So'g'diyonadan taklif qilindi. Otabek Jo'rako'ziyev va u allaqachon Qizilqumda 4-bahsini o'tkazyapti. Avvalgi uchrashuvlarni ham asosiy tarkibda boshlagan edi. Muxlislar faollashdi, yana gol xohlashyapti. Fayzulobek Jumanqo'ziyev esa oldinga boryapti, himoyachi yelkasi bilan raqibga xalal berdi. Outdan navoiyliklar to'pni o'yinga kiritib berishadi.